Hamma biladigan sokin makon, Land House qurilishi. 16 etajli novostroykalarimizni 14-15 etajlardan 2 xonali, kvadrat katta, sredniy kvadratda 2 uyimiz hozir sotuvga chiqyapti. Ba'zi bir maklerlarga o'xshab parajnyakka biz reklama qilmaymiz. Hozir 2 uyimiz bor. Srochniy narxlarda, xudo xolasa, yaxshi narxlarda birlamchi kreditga yoki tan narxi yaxshi narxda bo'lgan narx-navoda kvartiralarimiz chiqyapti. Shoshilib qolinglar. Bularga uspet qilmasanglar, boshqa variantlarni ham qilib beramiz. Xo'p, ikkita kvartiramiz bor. Bittasini kvadrat katta, bittasiniki o'rtacha kvadratda. Hozir kvartiralarni ko'rsatib o'taman. Narx-navosi ma'qul kelsa, srazu baraka qilib olishinglar mumkin. Kvartiralarimizni ko'rib o'tinglar. Parkovka uchun joylari bor. Shunday betonka yo'lda 5-metro bekatga 5 ostanovka. Sergeli shunday yonimizda joylashgan. Juda ham zo'r lokatsiya, arzon narxda kvartira olaman deganlar uchun juda ham zo'r shkolat variantlarimizni sotuvda. Xo'p, bu kvartiramiz 15-etaj, 2 xona, razdelka, 72 kvadratli uyimiz. Xo'p, 100% tayyor bo'lgan xonadonimiz, bu yog'imizda koridor qismi. Xo'p, birinchi xonasi, buni mehmonxona o'rnida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Kattaligi juda ham zo'r. Radiatorlar qo'yib qo'yilgan, akva romli. Bu yog'imizda spalni qismi bo'ladi. Spalnimizning ham razmeri juda ham zo'r. Radiatorlar qo'yilgan, o'zini balkoni bor. Xo'p, bu yog'imizda yo'lga qaragan atmosfera, qurilishlarimiz hali ketyapti. Bu uylarimizga birinchi blokimizga kadastr hamma dokumentlari chiqqan. Juda ham zo'r lokatsiya. Kvadrati ham juda ham katta, narxi juda ham shkolat narx. Srochniy turibdi, tezroq baraka qilib qo'ysanglar, uspet qilasizlar. Oshxonani kattaligiga bitta qaranglar. Xo'p, 8 millionga bemalol eng zo'r kuxniy mebellarni ustonovka qildirib olsanglar bo'ladi. O'zini duh konturniy kotyoli, to'q ko'paytirib pasaytiradiganlari, gaz plitasi bor. Bu yoqda kuxniy mebellar evitishga qo'yib qo'yilgan. Akvaromli. Xo'p, ovqatlanib o'tirish uchun stol zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yetib o'tganimizda 72 kvadrat. Kadastri tayyor. Sanuzeli sameshka bo'ladi. Polniy karteldan chiqqan. Shunaqa tayyor xonadonimiz sotuvda. Xo'p, 72 kvadrat, tan narxi $53,500. Xohlasanglar naqd pulga xarid qilib olasizlar. Через ipoteka desanglar, birlamchi kreditga chiqadi. Xo'p, narxi birlamchiga $26,500 birlamchi to'lovini qilasizlar, 380 million asabga qoladi, oylik to'lovi 4,800,000 aylanadi. Birlamchiga 17,5% dan faqatgina pasportga. 3 kun ichida ipoteka bo'lsa, muomalaga rasmiylashtirib beramiz. O'sha kunning ichida bemalol uyga kirib yashasanglar bo'ladigan bo'ladi. Yana bitta kvartiramiz bor, uni ham ko'rib o'tinglar. Mana shu narx-navosi ma'qul kelsa, srazu telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Keyingi kvartiramizni ko'rib o'tinglar. Xo'sh, keyingi kvartiramizga ham keldik. Bunimiz 58 kvadratli 2 xonali razdelka hisoblanadi. Xo'p, kirib kelaverish koridorimiz, xonalari alohida. Xo'p, men sizlarga hozir birinchi xonani ko'rsataman. Bu yog'imizda mehmonxona sifatida bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu ham o'sha kvartirada hamma joyi gotoviy tayyor. Bu birinchi liniyaga tushgan, yo'lni yuziga tushgani. Mehmonxonamiz, koridorimiz, xo'p, kirib kelaverish eshiklari. Bu yog'i raditelskiy spalnisi. Spalnining razmeri ham yaxshi, bemalol spalni texnikalari, mebellari sig'ib turadi. Xo'p, o'zining balkoni bor. Katta yo'lga qaragani, parkovkalar ko'rib turibsiz. Bu yog'imizda metro, hop, mana shunaqasiga Sergeliga ketaverish yo'li. Lokatsiya zo'r, arzon narxda xarid qilib olib, bemalol mazza qilib yashashinglar mumkin. Xo'p, bu yoq oshxonasi. Kuxnyasi, bunda ham gaz plitasi, vichkasi, duh konturniy kotyoli bor. Oshxonasiga bemalol stol qo'yib, ovqatlanish uchun zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham sanuzeli sameshka bo'ladi. Sanuzel qismi. Xo'p, bu kvartiramiz 58 kvadrat, aytib o'tganimizda narx-navosiga to'xtalsak, bu kvartiramiz naqdga 53,000, boyagidan $500 arzon, 53,000 tan narxi naqdga. Buni birlamchi boshlang'ich to'lovini 26,000 to'lab, 380 million assadkasi bilan oylik to'lov 4,800,000 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Buni ham ipotekaga birlamchiga beramiz 17,5% dan. Naqdga xarid qilib olaman desanglar, boyagi summa 53,000, ipotekaga xarid qilib olaman desanglar 26,000 boshlang'ich to'lov to'lab 2-3 kun ichida muomalaga oformleniya qilib beramiz, srazu kirib yashayverasizlar. Mana shu ikkita variantimiz Srochniy narxida hozir sotuvda bor.
Xo'p, kvartiralarimiz ma'qul kelsa, shuni telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Olib kelib ko'rsatamiz. Narx-navolari ma'qul kelsa, shuni joyida barakasini qilib, nominliga оформление qilib beramiz. Bundan boshqa variantlarimiz chiqadi. Men hozir срочныйda arzon narxda mana shularimiz turibdi. Sergeli deb aytiladi bu. Bu Zangiota Sergeli. Ikkalasining o'rtasida sokin makon, 16 tashkali novostroyka. Xo'p, bunimizni 14-etaj, boyagimizni 15-etajdir. Ikkalasini ham narxi shikolat, telefon qilib barakasini qilinglar.